Bugun sizlar bilan samolyot qanday uchishini bilib olamiz. Ko'pchilikni qiziqtirishi mumkin. Samolyotlar qanotini qushlardek qoqmasa ham, ular yuqoriga ko'tariladi. Gap shundaki, samolyot qanoti o'ziga xos egri formaga ega. Bu samolyot qanotining profili deyiladi. Ya'ni qanot havo bilan uchrashgan paytida uning oldidagi havo teng qismda ikkiga bo'linadi. Bernoulli tenglamasiga ko'ra, bu ikkita havo bir vaqtda masofani bosib o'tishga harakat qiladi va tabiiyki, qanotning yuqori qismidagi havo tezroq, pastki qismidagi havo esa sekinroq oqishni boshlaydi. Va bu havoda ikki xil bosimni keltirib chiqaradi. Pastdagi havo bosimi yuqoridagi havo bosimidan kattaroq bo'ladi va qanotni tepaga ko'tarishga harakat qiladi. Samolyot esa mana shu yuqoriga ko'taruvchi kuch hisobiga osmonga ko'tarilishni boshlaydi. Bu samolyot uchish haqida tushunishingiz kerak bo'lgan asosiy qoida. Endi savol tug'ilishi mumkin. Unda qanday qilib qog'oz samolyotlar yoki pilotaj samolyotlar uchishi mumkin agar ularning qanoti tekis bo'lsa? Gap shundaki, ularning qanoti birozgina yuqoriga qayrilgan hisoblanadi va shuning hisobiga samolyot tepaga ko'tarilishni boshlaydi. Buni o'zingiz tekshirishingiz mumkin. Bir varaq listni olib, uni yonboshga biroz qayirib turib harakatlantirsangiz, qog'oz yuqoriga ko'tarishga harakat qiladi. Siz hozir samolyot qanday ishlash tamoyilini tushunib oldingiz.